Nurenberg shahariga urushib talashib yetib kelib oldik va nihoyat xudo xohlasa Garden degan zooparkga kirib ketyapmiz. Garden zooparkga. Garden. Choy ichadigan parkka ketyapmiz. Kameraman bo'laman. O'rmonning ichida joylashgan zoopark ekan. Oilaviy 5 kishi, ikkita katta, ikkita kichkina, 3 yoshgacha bo'lgan bolalarni hisobga olmagan holatda 45 euro ekan. Oilaviy bilet. Ham o'rmonning ichida joylashgan ekan bu zoopark. Sirinka. Shinka. Ana sirinka. Ha, qarg'ani ko'rib qol. Damlab tursak. Mol keldilar. Choy damlayapmiz. Ammo qaranglar. Oppoqligini qaranglar. Voy, ke bitta silab qo'y. Bitta men suzib yubormanga. Bitta sizli, bitta. Zoopark bufetida shunaqa tort pirog bor ekan. Qiziqarli joyi bu pirog ravojdan tayinlangan ekan. Yaxshimi? Nurenbergda joylashgan zoopark bizga juda ham yoqdi. O'rmonning ichida salqin, ko'rkam zoopark ekan. Jonzotlar uchun katta pavilyonlar ajratilgan ekan.